kelib qoldi o'zlariga. Qara, bugun ro'zador o'rtoqlarimni iftorga chaqirmoqchi edim. Bir iftorga qilib beray deb. Biron bir shinam yaxshi restoranni bilasam, chaqirgani bir odam uyalib qolmaydigan qilib. Iftorlayding? Iftorlik? Restoran. Ha? O'zingiz ro'za tutib kelgan bir ro'zadorlarni iftorlikka chaqirsangiz to'g'ri bo'lardi. Tag'in nima? Jasur, ro'za tutmasligim balkim sog'lig'imda biron bir jiddiy muammo bordir. Keyin ro'za tutmagan odam iftorlik qilib bermasin degan joy yo'q. Seni ham chaqiraman maslahatga. Kim bir ro'zadorni iftor qilib bersa, bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini Xudo kechiradi.